Bu stolligimizni qo'yilgan joyi 320, bu shkaf kravatimiz 3 metrga joylashdi. Hop, ko'pchilik mana shu narsani so'rayapti. Bu yerda pardaga joy qoldirildi, mana bu turbalarning hisobiga qanaqa bo'ladi? Bu yerda mana biz pantograf qo'yib berdik. Bemalol buni tortib, kiyimlarni olib qo'yarsa, mana ko'tarilib ketaveradi o'zi. Hop, bularda garderob bor, bulardan tashqari bu yerga kiyimini ilishsa, tepada sezonniy narsalar qo'yilsa, garderobda qolgan narsalar taxlanadi. Naskipaskiga o'xshagan narsalar mana bu yerda turadi. Bu yerda podsvetkalar qilindi. Mana hali changlari bilan turibdi, chunki hozir bitirdik. Podsvetkalar bemalol ishlayveradi. Bu boshi urilmaydi. Bu 60 sm joy tashalgan. Har qanaqasi o'ylangan. Kravatimiz sal ko'tarsa ochilib ketadi. Chetlari dumaloq, oyog'i xalaqit qilmaydi. Ko'tarib ochib qo'yganda ham bemalol narsalarni olib qo'ysa bo'ladi.